Tungi fonga ishlatilayotgan pianinolarimizni qanday qatirishini bugun sizlar bilan o'rganamiz. Ya'ni tungi fonimizga ishlatilayotgan mana bunday pianinolarimizni tushib ketmasligi uchun biz orqasiga samarezlar urib qo'yamiz. Shu samarezlarni bir xil liniyada qanday qatirish kerakligini, qalbi qanday olinish kerakligini sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Video roligimizni oxirigacha kuzatib borsanglar, sizlar uchun juda ham foydali video rolik bo'ladi. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Sizlar Erkin Tungi fon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlarga tungi fonga oid bo'lgan yangiliklarni kun bo'yi yoritib boramiz. Ya'ni tungi fon qanday bukiladi, tungi fon qanday qatiriladi, tungi fonning narxlari haqida qisqacha ma'lumotlarni faqatgina Erkin Tungi fon kanaliga joylab boramiz. Shuning uchun ham kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Unda biz video roligimizni boshladik. Bizning kasetamiz razmeri eniga 56 sm, uzunligiga 43 sm kasetaga shunday pianino yopishtirganmiz. Endi bunga qanday razmer olish kerakligini sizlar bilan o'rganamiz. Do'stlar, avvalo buni hamma tomonidan 10 sm dan qochirib olib, keyin pianino razmer beriladi. Razmer berdingiz pianinoga, chekasidan 10 sm qochirasiz. Oldidan ham 10 sm, bu yonboshdan ham 10 sm. Lekin orqa tomonidan 13 sm qochirilgan bu pianinomiz. Sabab orqa tomonda 3 sm joyiga karniz qatiriladi. Hamma tomoni bir xil diagonal aylanasiga 10 sm dan chiqiladi. Shu tartibda razmer olinadi. Birinchi kasetaning razmerini berdingiz, undan keyin pianino razmer berdingiz. Endi buni qanday qatirish kerakligini, qanday qilib olish kerakligini mana bunday qilib qilib olinadi. Endi buni ham razmerlarini aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda ikki chekiga reka chiqarganimizdan keyin ikki chekiga 56 sm lik qilib turib reka qatirib olamiz. 56 sm ikki chekasidan 10 sm dan turib mana bunday liniyasiga tekis qilib turib reka qatiriladi. Buni ichiga qalib tushish uchun, rekani ichiga qalib tushish uchun kerak bo'ladi. Hamda oldi tomonda peshana qismidan, peshana qismiga ushlab turish uchun samarez qatirganmiz. Bunda ham orqaga qaytarib turib 10 sm razmer olib turib qalamda chizib olamiz. Sabab hozir nima kerakligini aytib o'taman. Kasetamizni qo'ydik mana. Turib oldiga kirganimizda samarez qatirilgan joyimizga mana ko'rib turibsizlar, qadaladi. Liniyasi bir xilda chiqish uchun. Bu qatirgan razmerni samarezimizdan 10 sm orqaga qilib turib mana bunday regani ichki tomonidan 10 sm qilib qatirib olasizlar. Keyin yarim santimetr ichiga ham bitta chiziq chizasizlar. Kasetani qatirdingiz, bunga to'g'ri keldi, 10 sm qildingiz. Endi samarezimiz o'rtaga pianinosining o'rtasiga tushish uchun tiliga, ya'ni bu tilni o'rtasiga samarez qatirish uchun yarim santimetr ichiga qalamdan chizib olganmiz. Hamda orqa tomoniga xuddi shunday qilib turib, ichiga to'g'ri liniya qilib turib, yarim santimetr ichiga qalamdan chizib olganmiz. Uni ko'ringan qancha qo'ydik. Qalamimga olmaydi. Mana ustiga qalamdan 10 sm ichkaridan yarim sm qochgan joyimizga to'g'rilab turib, rekamizni qo'yib olib turib, shu joyga ichari qalamdan chizib olamiz. Hamda bu tomondan ham xuddi shunday qilib qalamdan chizib olamiz samarez qatirilgan joyimizga. Hamda turli joyiga bittadan semichka samarezda urib qo'yamiz. Oxcha qatirib olmaymiz, sabab izini chiqarib qo'yishi mumkin. Chizgan qalamimizni chizig'idan o'rtasidan qatirsak, shunda tilidan o'rtasidan chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu. Mana shunday bo'lib turib qatiriladi. Uchalarni ko'rishlar mumkin, yaxshi, juda ham chiroyli bo'lib qatirildi. Agar bitgan pianinali kasetamizni joyiga qo'yib qatirib qo'ysanglar bo'ldi, aziz do'stlar. Biz orqa tomoniga samarez uramiz. Biz aslida akfisleda ham yopishtirsa bo'ladi, lekin samarez qatirsanglar yana ham mustahkam bo'ladi. Shabadada yoki nimada bo'lsa ham tushib ketmaydi, aziz do'stlar. Joyimizga e'tibor bermaysizlar, sabab ish jarayonida shunaqa qalab qilib, shunaqa yasalib olinadi. Bunga отдельный bitta stanoy va отдельный narsa qilmaymiz. O'zimiz oddiy rekani shunaqa qilib qalab qo'yamiz, aziz do'stlar. Sizlarga ham shunday sifatli, kачествовали hamyonbop narxdagi tungi xizmatlar kerak bo'lsa, albatta ekranimizda ko'rsatib o'tirgan nomerlarimizga aloqaga chiqib buyurtma bersanglar ham bo'ladi, aziz do'stlar. Bizda ko'p yillik stajga ega bo'lgan tungi ustalari o'z ish faoliyatini olib boradi, aziz do'stlar. Xuddi shu ko'rib turgan
Tungi fon fasonimizning hozirgi kundagi narxi 1 kvadrat metrni barcha rasodlar ichida, ya'ni barcha rasodlar ichida deganda ko'rib turgan reykelar, leselar, ustunovka xizmatlari hamda samarez hamma yo'g'i bilan birgalikda yetkazib kelishlari bilan, hattoki hamma yo'g'i bilan birgalikda 1 kvadrat metrni atiga 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz aziz do'stlar. Xonadon egalaridan ustakalarimizga faqatgina bir mahal obed beriladi aziz do'stlar. Do'stlar, sizlar Erkin Tungi fon kanalini kuzatib bordinglar. Qimmatbaho vaqtingizni ayamasdan video roligimizni oxirigacha kuzatib borganlar uchun albatta kattakon rahmat. Video roligimiz haqida qisqachada fikringlar, tushunmagan joylar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bomba qilib like'larni bosib, do'stlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.